bugun yarim yillikda erishilgan natijalar va yil yakunigacha qilayotgan ishlarni batafsil gaplashib olamiz. Yil boshidan iqtisodiyotimiz 8,5%, ga, sanoat 8%, xizmatlar 16,9%, qurilish 13,8%, qishloq xo'jaligi 4,7%, investitsiya 28 milliard dollarga, eksport 14,4 milliard dollarga yetdi. Nufuzli Fitch va Moody's xalqaro reyting agentliklari ham mamlakatimiz suveren kredit reytingini bir pog'onaga yaxshiladi. Lekin 40 millionli aholini hayotini yaxshilash uchun bizga 9-10% iqtisodiy o'sish zarur. Topshirig'imga ko'ra Hakimov, Abdullayev Mehriddin raqamli platformani ishga tushirdi. Endi g'alvirni ko'tarayotgan vaqt keldi. Yalpi hududiy mahsulot bo'yicha Zaripov 9,1%, amalda 8,8% bo'ldi. Abdurazzoqov va'da beruvdi 9%, amalda 8,3 bo'ldi. Ulug'bek Qosimov 8,1% bajarish kerak edi, 7,3% bo'ldi. Tursunov 7,6% bajaraman deb 6-7% bo'ldi. Agar bular ham mana shu va'dasini ustidan chiqqanda edi, raqamimiz mutlaqo boshqacha bo'lardi. Qurilish hajmi bo'yicha O'rinbayev prognozga nisbatan 93% bajardi. Mustafayev 91%, Boboyev 91% kafolat xatidagi ko'rsatishga chiqqanida edi. Bu ko'rsatishlarimiz ham boshqacha bo'lardi. Sizlar o'ylayapsizlar, aytadi, unutadi. Unutmayman hech qachon nazoratni. Investitsiyani Azimov o'tgan yilga nisbatan 24% kam. Yana Jizzax 14% ga, Zoir Mirzayev 14% ga o'tgan yildan oshirganida raqamlar butunlay boshqacha bo'lar edi. Nimaga va'da berasizlar? Nimaga yozasizlar undaqa? Agar meni ishongan hokimlarim aytgan gapni bajarmasa, kimdan so'rayman? Hozirgi global tebranish sharoitida qanchalik qiyin bo'lmasin, viloyat, tuman, shaharlarga tadbirkorlik va ijtimoiy infratuzilma loyihalari uchun mablag'larni ko'paytirib beryapmiz. Har bir vazir hokimni qilayotgan ishi nimadan ko'rinishi kerak? Odamlarning yashash madaniyatida sezilmasa, tadbirkorlarni og'irini yengil qilishga, faoliyatini kengaytirishga turtki bermasa, erishilgan har qanday natija faqat va faqat eski tizimdan illat bo'lib qolgan qog'ozdagi raqam bo'lib qoladi. Shuncha imkoniyat bo'la turib, oylik, choraklik, yil rejasini bajarmagan bironta vazir, hokim yoki tarmoq rahbarlari hech qanday ishlashga haqqi yo'q.